Assalomu alaykum. Mana yana bitta dush kabinamiz chiroyli bo'lib o'rnadi. Arstollarigacha o'rnadi. Bu kabinamiz Wallis 1.20 ga 85 avvalgi bo'ladi mana qozimoq. To'rtburchak deydi. Burchak bo'ladi. Suvlarigacha ulab qo'yildi. Hamma tahorat yuksak. Qo'l chayqagani, suv olgani. Qo'l chayqagani kerak bo'ladi. Kelinglar qo'ydik, hamma yoqqa suv ochmadik, tepasidan hamma yoqqa ochib ko'rdik, lekin suv tekkizmadik hech qayerga. Shunaqa kanalizatsiyalarga ulab qo'yildi. Hop, 1.20 ga 80 razmeri, vannasi chuqur, yoshlarimizga rosa bos kabina. Mana shu qog'omlar o'rnatilgan, instrumentlar hali qo'llardan tushmadi. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar.